Erkak xiyonat qilgan ko'chadagi qizdan kechib oilasiga qaytsa, u qizni unuta oladimi? Bilasizlarmi, o'zi nimani qadriga yetish kerak? Eringlarning telefonini tekshirgan paytinglarda 5-6 ta har xil qiz bilan peripiskasi bo'ladi-yu. Bugun xiyonatni ushlab oldinglar, kechirim so'radi, kechirdinglar, 2 kundan keyin yana boshqasi bilan, 1 haftadan keyin yana boshqasi bilan, 1 oydan keyin yana boshqasi bilan ushlab olyapsizlar. Unaqa erkakni kechirsanglar bo'ladi, chunki sizlarni sevadi, boshqalari bilan prosta o'ynashib qo'yadi. Quloqni qara. Lekin eringlar xiyonat qilmasdi, sizlarni sevardi, mo'min qobil bola edi. Riski hayotida bittasi paydo bo'ldi. Birinchi martasiga tavba tazaru dedi, kechirdinglar. Yana oradan vaqt o'tdi, yana o'sha qiz bilan yuryapti. Yana o'sha bilan tutib olyapsizlar. Yana kechiryapsizlar. 3-marta yana tutib olyapsizlar. Bolasini deb, xotinini deb, onasini deb sizlarga qaytdi, yashayapti. O qiz bilan gaplashmayapti qaytib. Lekin bu yog'iga eringiz xiyonat qilmay qo'ydi boshqa birov bilan. Bilingki, sizni sevmaydi. U qiz ko'nglida. Sizga emas, aslida u qizga xiyonat qilmayapti. Tugadi.